Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan xabarlar kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, albatta keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda dunyodagi eng kuchli davlatlar e'lon qilindi. O'zbekiston nechinchi o'rinni egalladi? Batafsil videoda xabardor bo'ling. Dunyo harbiy kuchini global baholash platformasi mamlakatlarning harbiy salohiyati bo'yicha reytingni e'lon qildi. Mazkur platforma 2006-yildan beri reytingni yangilab keladi va joriy yilgi tahlilda jami 145 ta davlat ko'rib chiqilgan. Reyting qanday hisoblanadi? Reyting tuzishda harbiy texnika, tanklar, samolyotlar, flot, aholining harbiy xizmatga yaroqliligi, moliyaviy imkoniyatlar, mudofaa byudjeti, logistika, yo'llar, portlar, aeroportlar, tabiiy resurslar va joylashuv kabi 60 dan ortiq omil asosida hisoblanadi. Baholash natijasida har bir davlatga maxsus harbiy qudrat indeksi beriladi. Ushbu indeks qanchalik past bo'lsa, mamlakatning harbiy salohiyati shunchalik yuqori hisoblanadi. Ideal ko'rsatkich 0 bo'lsa-da, amalda bunga erishish mumkin emas. Reyting yetakchisi Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lib qolmoqda. Eng yuqori harbiy qudratga ega davlatlar 5ligi quyidagilar. 1-o'rin Amerika Qo'shma Shtatlari, 2-o'rin Rossiya, 3-o'rin Xitoy, 4-o'rin Hindiston, 5-o'rin Janubiy Koreya. Ushbu 5 davlat jahon harbiy salohiyati nuqtai nazaridan eng kuchli hisoblanadi, ammo Power Index faqat an'anaviy harbiy kuchni baholaydi. Strategiya, ittifoqlar va iqtisodiy imkoniyatlar real qudratga ta'sir qiladi. Reytingning eng quyi qismidagi davlatlar harbiy qudrati jihatidan eng zaif sifatida baholangan. Unda quyidagilar bor: Liberiya, Suriyan, Markaziy Afrika Respublikasi, Beliz, Butan. O'zbekiston ko'tarilish qayd etib, umumiy reytingda 53-o'rinni egallagan. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari reytingida quyidagicha joy olgan. 1-o'rin Qozog'iston, 2-o'rin Turkmaniston, 3-o'rin Tojikiston, 4-o'rin Qirg'iziston. Mamlakatlarning harbiy xarajatlar reytingi. Stokgolm Xalqaro tinchlik tadqiqotlari instituti hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'yicha harbiy xarajatlar 2,6 trillion dollardan oshib ketgan va Geo-Osiyoviy keskinlik fonida o'sishda davom etmoqda. Aholi jon boshiga hisoblanganda reytingda yetakchilikni Isroil egallagan, yiliga taxminan 3700 dollar. Keyingi o'rinlarda Amerika Qo'shma Shtatlari 2400 dollar va Avstraliya 2100 dollar joylashgan. Germaniya hamda Rossiya bu ko'rsatkichni qariyb 1500 dollarni tashkil etgan. Shu bilan birga yirik davlatlarda bu ko'rsatkichga nisbatan past. Xitoyda taxminan 214 dollar, Hindistonda esa 77 dollarni tashkil qilgan. Markaziy Osiyoda yetakchi bo'lgan Qozog'iston 288 dollar, keyingi o'rinda Turkmaniston 254 dollar va O'zbekiston 170 dollarni egallagan. Qirg'iziston 106 dollar hamda Tojikiston 43 dollar esa ancha past ko'rsatkichlarni qayd etgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, aholi jon boshiga harbiy xarajatlar darajasi faqat iqtisodiyotga, balki xavfsizlik omillariga ham bog'liq. Xavf darajasi yuqori bo'lgan davlatlar aholisi sonidan qat'iy nazar mudofaa sohasiga ko'proq mablag' yo'naltiriladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Iqtisodiy va tinchlik instituti mamlakatlarning xavfsizlik va tinchlik darajasini baholash Global Peace Index 2025 reytingini e'lon qildi. Joriy yilda indeks 163 ta davlat va hududni qamrab olgan bo'lib, O'zbekiston 2-pog'onaga ko'tarilib, umumiy reytingda 64-o'rinni egallagan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.